Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bir oshxona mebelimizni ustanovka jarayonlarini tugatdik. Bu oshxona mebelimiz общий razmeri 4 metr, bo'yiga esa 266. Xo'p, materiallariga keladigan bo'lsak, akril material, Kashtan firmaniki, toza. Ruchkalariga ham bir qator e'tibor berasizlar. Eshik chekalari заводской kromka, hatto korpusi ham osha mashinalari vakuum. Hamda qaladonlarga e'tibor berasizlar. Yopilishlariga. Bu ustalishimizga kelsak, bemalol qozonda qaynayotgan narsani qo'shinglar, ularga taxtagacha kirishlar ham bo'ladi. Hop, buni bonuslariga keladigan bo'lsa, mo'ykasi, simmetriyalar hamda taxtagacha. Shusilka. Bu yerlariga esa oynali qilib, chiroyli holatda shkaf berganda, dog'lisa, idish dog'larni qo'yganda, xolasanglar buni uyda egasini iziga qarab qo'yib berdik. Bu aynisi. Xolasanglar mo'ykada qora har xil ranglar bor. Istagan ranglar bu yerimizga esa Belogoshkasini chiroyli holatda tayyorlab berdik. Ishlari keng, uyda egasi xohlagan razmerda berdik. Ishlari ham shu holatda, bu narsa qo'ysanglar, qo'ysanglar, qomer eshik surib bosmayapti. Hop, bu yeriga esa mana keng qilib chiroyli holatda qilib berdik. Bu yerga esa yozda qishki ust-boshini, qishda yozgi ust-boshini qo'yib qo'ysa bo'laveradi, behijolat hamma narsa kirib ketadi. Buni ham chiroyli holatda yopib berdik. Bu yerga esa chiroyli holatda tayyorlab berdik. Uchasini bemalol xonadonga ham ochiladi. Bemalol mana ovqat xizmatini tutishda bo'ladi. Ham o'pkalariga ham qanot bermaydi. Ishimiz shu. Tepalari ham ancha chuqur holatda. Mana bemalol narsalar kirib ketadi. Ancha narsani eshitib beradi. Buni yonboshgacha ochilishiga sababi, uni tepaga ochiladigan qilib qo'ysak, klientimiz bu yetmay qolganligi uchun yonboshga qilib mashinalariga ham e'tibor berasizlar. Bu rastul chandrimiz tozasidan, yaxshisidan. Kimga shunaqa oshxona mebel kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Ham kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Bitta like ayirmasdan boshidan oxiriga ko'rishinglarni bir maslahat beramiz. Like bosh hamda taksga o'tishdan chiqmas. E'tiboringiz uchun rahmat.